Assalomu alaykum, okalat zo'msizlar, mazani yaxshimi? Hop, ertalabda ishlarimiz boshlab oldi. Sizlarga ish jarayonimizni ko'rsatmoqchimiz. Hop, o'zi bizda kesib turgan ishlar karniz ishlari, mana ko'rishingiz mumkin. Karnizlarni yopishtiribdi. Ikkinchi etaj tomonlarimiz bo'lgan karnizi bitgan. Hop. Endi bu yerda savol tug'ilishi mumkin. Mana rekeni nima uchun qo'yilibdi degan savol bo'lishi mumkin. Buni qo'yishimizdan maqsad tiyagamimiz mustahkam bo'lib o'rnashi uchun reka qo'yib ketganmiz. Tiyagamimizga bir loy qo'yamiz tagiga, tepasiga. Ishimiz yana ham mustahkam bo'lishi uchun rekalarni ham qo'yib ketibdi. Xudo xolasa ishimiz sifatini oshirish maqsadida mana shunaqa ishlarni ham qildik. Mana bog'larimiz ham ikkinchi etaj tomonlar уже bitib qoldi. Bog'da qolgan ishlardan mana ustumlardan tiyagalar qoldi. Yana mana ikki etajga ijrat turadigan belvog'i o'ttasiga rombi tiyagalarimiz yopishadi. Keyin mana derazani ham taglari qolgan. Ramkalar bo'ladi. Xudo xolasa bugun ko'lni mana shu tomonni aylantirib karnizini yopishtiramiz, tugatamiz xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab podpiskalarni ayamaysizlar, layklarni bosib, kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqsani, xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ishlaringizni bitirib beramiz. Salomat bo'linglar.